Sizlar bilan Blograt yangi video bilan bugungi videoda men ko'rib turganinglardek PUBG Mobile Lite o'ynaman. Nimaga aynan Lite? Chunki telefonim Lite zo'r ko'tardi. Oddiysini qanday ko'tarardi? Xullas, men bu o'yinni kechagina tortdim va hozir 12-bosqichdaman. Bu boshlang'ichlar uchun juda ham yaxshi natija. Jami o'ldirgan taxminan 25 tacha. Xullas, biz bitta raund qilamiz, chunki bitta raundda juda cho'zilib ketadi. Xullas, biz ketdik, bosdik. Qani boshladik, sakrab tashlaymiz, maza qilib tashlaymiz. Qani bu yerda mashinalar bor ekan. Mana bu mashina menga o'ta yoqdi, mizza. Qani mana bu odamni bosib qo'yamiz hozir. Bax! Kalla qo'ydik. Cho'kib ketdi. Qanday chiqaman endi? Cho'kib ketdimmi? Cho'kib ketdim, qanday chiqaman endi men? Orolni yo'qotib qo'ymabman, ketdik. Baribir orolga kelishimizda oldin o'yin boshlanib bo'lar ekan va o'yin boshlandi. Iloji boricha o'rtaroqqa sakrasak, to'kam kamroq bo'ladi. Ktor bir balo menga nimadir deyapti. Yo'qtirishimiz deyaptimi xullas. Tushib ketishibdi. U bilan birga tushyapman ekan avtomatik tarzda. Ketdik. Nimaga o'zim boshqara olmayapman? Bo'ldi, endi boshqara olmayapman. O'zim boshqara olmayapman. Pastga tushsa biror nima bo'lar. 4-birinchi o'zim tushyapman. Bu yerlarga. Tomada bir balolar bor ekan, tomaga tushamiz shekilli desam, tusholmadim tomaga. Bali ketdik. Qani nima balolar bor bu yerda? Qani bitta qurol bor ekan, nima balodirniki? Bu yerda qurolni o'zi ham bor ekan. Qani ketdik. Tepada bir balolar bor edi. Bunda oldi baveta ishlamiz, u bomba yaxshi. Bu yerda bo'lsa mayli olamiz. Bu yerda nima bor? Senda hech narsa qolmaydi ekan-da birinchi. Mayli, eshitmaydi meni. Bitta raund o'ynaymiz xolos, chunki juda ham ko'payib ketadi. Qani yerda nima bor? Kerak emas narsalarni cho'ntagimga sovolyapman. Menda tuzukroq haligidaqa ham yo'q so'mka. Shuning uchun musullarni tashlab olamiz. Uni endi keraklar oladi. Allaqachon otishyapti bizni. Qani bu yerda bosh kiyim bor ekan. Bosh kiyimni uxlatsak bo'ladi. Qani otishyapti ekan. Bular ekanda. Yerda odam o'tiribdimi? Menga ko'rinmayapti. Yo'q, ular odam emas ekan. Daraxtda o'q ekan. Qani bu yerda nima balo bor? Va bu yerda pichoq bilan kamzul bor ekan, yaxshi. Bu yerda bo'lsa, otishyapti birinchi yaramas. Rasdi. Sen ekansan yaramas. Qani narsalarni uxlatamiz, ulardan hech narsa qolmaydi, uxlataman desam. Qani ketdik. Meni yana otishyapti. Senga. Layteri kamoda bo'ldiydi. Shuning uchun kuchsizroq bo'lishyapti. Men fikrimcha, sizlar ham shunday deb hisoblasanglar, izohlarni yozib qoldiringlar. Bir galabaga kerak narsa bor ekan, hatto so'kka bo'ldim. Qani Baveta qurolda mo'ljal bor ekan, nima tashlab ketdim. Xullas endi Baveta menga kerakli narsa bormikan? Yana otishyapti bizni. Aretaga qarasanglar. Qani bu yerda nima balo bor? Va bu yerda meniki bilan bir xil qurol bor. Boshim ko'raman meniki bilan bir xil qurolni. Mayli. Qani siz yaxshi bilsangiz birinchi. Bu yerda bosh kiyimlar tiqilib yotibdi, lekin menga bosh kiyim, na boshqa kerak. Qani sakraymiz. Uyga kiramiz, narsasini uxlatamiz. Qani bu yerda mana bu kerak bo'lib qolishi mumkin. Ikkinchi darajali kamzul va boshqalarni boshim ko'raman. Qani bu yerda nima balolar bor yana? Yana bitta qurol bor ekan. Bu qanaqa qurol? Mana buni olsak bo'lardi. Qani bunga bor ekan. Qani bizni otishyapti.
qani sheriklarni oldiga borsam himoya qilishlari kerak. Bu yerga kelish. Nima balo bu? Nima balo bu? Mayli ketdik. Bularni aldab ko'ramiz. Bitta otib o'ramiz, yetmaganiga hujum qilyapti deymiz. Ya'ni endi dushman desam, dushmanmi yo'q, dushman emas ekan, ketdik. Mana bu uyda menga kerakli narsa bitta menga kerakli narsa bor ekan. Ikktasini olsa bo'ladi. Qani kim o'tyapti? Har ehtimolga qarshi yotib olamiz. Va hech kim o'tmayapti. O, yoqqa ketyapti birinchi. Ularni aldaymiz. Mavga hujum qilishyapti biz. Ketdik. Orqamda 4-chi yuribdi, men 2-chi kabi oldimda birinchi yuribdi, ketdik. Nima deyapti? Men eshikni ochishim deyaptimi? Mayli, bu yerda nima bor, bu yerda nima bor? Buni olamiz, buni ham olamiz. Bu yerda buni ham olsak bo'ladi. Yo'q, bu bo'lmaydi. Bu yerda qanaqadir qurol bormi? Bu yerda kalashnik bor ekan, mana bunga almashtiramiz. Menimcha menda ajoyib qurol to'plam bo'ldi. Qani bu kerak emas, mana buni olamiz, ketdik. Mashina topsak zo'r bo'ladi. Bu mashina lekin bunga chiqsa bo'lmaydi. Qani meni ochishyapti shekilli. Qani bu yerlarda kimlar bor? Gapiryapti mana. Ovozda yoqib oldi, endi gapirmayapti. Qani ichida nima bolalar bor ekan? Qani birinchiga yordam kerak shekilli. Qani birinchi o'zi? Ketdik, yordamga boramiz. Qani qutqaraman deymiz. Hozir o'ladi shekilli u. Yoki yetib bora olmaymanmi? Menimcha yetib bora olmayman. O'lgunicha. Yordamga boryapman birinchi. Sen o'lmaysan. Tirik qolasan. Men qattiq ishonaman. Ketdik. Qani o'lmaysan, mana men kelyapman. Qutqarishga oshiqyapman. Ketdik. Qani beri kel. Qani unga qurol tashab beramiz. Qani mavini tashab beramiz, bo'laveradi unga. Mana mavini ham tashab beramiz. Olasan shular. Senga yetadi shular. Mana ol. Mana ol, men senga berdim, mayli. Yaxshilik ko'raman desa bu rozi bo'lmadi. Uni nima yana? Bu yerda qizil narsa nur sochdi. Birpasda qurol olibdi. 3-chi qayoqlarda ekan? Qayoqda yuribdi? Nima balo u yerda yana? O't yoqishyaptimi? Mashina yonib ketyapti shekilli. Mashina yonib ketyapti. Endi mashina topsa yonib ketibdi. Chiqsa bo'ladi, faqat yonib ketyapti-yu. U dushman, otish kerak. Nima bitta o'q uzyapsan, otsang bu o'lib qolasanmi hech? Va men bu o'ldirgan birinchi odamim bo'ladi. Bitta odam o'ldirdim. O'zim juda ham ko'p odam o'ldirganman, jam bo'lib 25 ta taxminiy. Bu avvita mashina bor ekan, bo'larkan u mashina topsa. 4-chi menimcha dushmanlar bor joyga boryapti shekilli. Deyarli dushmanlar bor joyga kelyapti. Qani 4-chi bilan juda ham yaqindoshmiz ekan. Yaqindosh so'zini o'zim o'ylab topdim. 31 ta odam bor, biz o'ldirmasak bo'lmaydi. Ketdik 4-chi bilan birga. Pip pip pip. Chiqchi mashinagi. Pip pip pip. Otib ketasin. Hadi. Men chiqib olaman. Avdiya kasiga. Endi biz zaxilib ketaman.
La 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 men Yovuzman. Ye men bu botordim adashib kallam yaxshi ishlab yetta bug'man isrof qilib. Dropga qarab ketyaptimi bu jinnilar. To'kka ham e'tibor berishmaydi hech. Ha, birinchi rolga ketyapti shekilli. Qani birinchiga yordam kerak biz. Qani beri kel. Nima tushyapsan? Mashina portlab ketdi. Mayli, men ham tushqan edim mana. Ketdik. 27 ta odam qoldi xolos. O'ldirsak zo'r bo'ladi. Betlarida nima balolar bor ekan, menimcha arzirli hech narsa qoldirishmabdi. Qani bagi yonib ketyapti. Hozir chiqishim kelar, help bo'ladi. Qani tepada bir balo bormikan? Meniki bilan bir xil qurol. Bu yerda esa qurol yo'q. Bu qurol menga juda ham yoqadi. Mashina olsak bo'ladi. Mana nima balo? Bu kerak emas menga. Buni tashlab yuboramiz. Mana buni o'rniga qo'yamiz. Bu kerak emas. Mana buni bu yerga qo'yib bo'lmaydi ekan. Mayli, bu qurol yaxshi ko'raman men. Shuning uchun olib yuraman. Mana men kerak emas ekan. Kimdir otyapti. Qani men ham otaychi. Kim otyapti? Kim otyapti? Ketdik. Surdik. Vudu. Tif. O'qlar ovozi eshitilyapti. Hozir birinchini o'ldirib qo'yishadi. Birinchini jonni yarim qolyapti. Qani yordam so'rayaptimi? Ketdik, surdik yordamga. Mana bu yerda ham mashinacha bor ekan. Birinchi bu bizning mashinamizmi yoki kimni ko'rdirgandirmi? Yordam kerak shekilli. Qani qayoqda? Qani basayga yiqilgan. Mashinani oldiga yana drop tushibdi. Qani kim otyapsan? Ha, ana. Mera otaman. Qani oldiga borib bitta otaman o'tlarni. Qani mana shu yerda odam bo'lishi kerak. Qanisan? Mana shu yerda odam turuvdi hozirgina. Qani? Balki maviki berkib olgandir. Yo'q, bu yerda emas shekilli. Maviyada o'qituvchilar kelyapti. Ha, dushman bor ekan, ketdi, surdik dushman oldiga. Deyarli yutdik. 10 ta odam qoldi. Yana 6 ta odam o'ldirsak bo'ldi. Xolam Guliston, dropda nima bor? Tekshirib ko'ramiz albatta. Va bunda arzirli hech narsa yo'q ekan. Rahmat. Qani, bavida 2 ta odam o'ldi. Oho, shuncha narsasini qaranglar. Qani, buncha buni boymi bu? Hamma narsasi bor ekan, bizni otolmay o'tiribdi. Qani, bunisinikida granatani olsa bo'ladi. Hop. To'kilyapti. Amvitda ham o'lgan odam bor ekan, buni ham otamiz. Otamiz emas, uni o'maramiz. Narsasini uxlatamiz. To'kilyaptimi? Ha, mavikacha bo'lar ekan. Mavi chiziqqacha, dubaloq darsachagacha. Juda ham kam joy qolibdi. Qani men qayoqqa ketyapman o'zi? Men kimman? Ismim nima edi? Wcraft'da. Avika ham drop tushibdi. Qani atigi 2 dona odam yo'q. 3 ta odam o'ldirsak, olam Guliston bilan. Hozir yutamiz biz. Dun dish. Men otyaptimi? Men senga yaramas. Qo'qlanishga vaqti yo'q. Sen qochyapsan, erkakka o'xshab urushyapti. Va biz nihoyat yutdik biz. Eng zo'r o'yinchi Viktor bo'pti. 8 ta odam o'ldiribdi. Yutdik. Bu narsasi nima bor ekan? O'yin tugagandan keyin o'yinchi ko'rmaydi-ku, men bitta odam o'ldiribman. Xolos men bechoracha.
ikkita odam o'ldirgan emasman. Men buni o'ldirmadimmi? Mayli, hamma narsasini uxlatamiz. Baribir bizga endi hech narsa kerak emas bu yerda. To'xtanglar, jonimiz ketmaydi. Qani Pepsi ichamiz. Omnom 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 omnom. Na, chovuzini balandlatamiz. Kim o'tyapti? Xullas, biz yutdik. Xullas, video tugadi. Agar video yoqsa like bosing. Nombilar hayır.